Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda biz ayni damda Panjobdamiz. Hozir tog'li hududdamiz. Bu yerda esa ajoyib manzaralar bor. Xudo xolasa bu yerlarni sizlarga qisqa qilib video qilib, mana shu yerga kelamiz deydiganlar bo'lsa, bemalol kelib Panjobga do'stlaringiz bilan, oshnangiz bilan kelib dam olib ketsangiz bo'ladi. Faqat kelgandan keyin hamma atrofni toza, ozoda qilib ketish kerak. Juda yaxshi bo'ladi. Maqsadga muvofiq bilan hozir men sizlarga atmosferani ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Tog'. Nega? Ko'rishingiz mumkin. Atmosferaga baho berasizlar. Bunda juda ko'p emas aholisi. O'ziga yarasha bu yerda ko'proq chorva bilan aholilar kun kechirar ekan. Shu mol, qo'y, sigir deganday har xil joylarda odamlar bor ekan. Har xil joylarda deganda har xil joylarda uylar qurilgan, past, baland bo'lib o'sha uylar qurilgan. Bu yerda mana chukuri ham bor, ko'rishingiz mumkin. Chukuri bor. Mana ha chiqib kelyapti, o'syapti chukuri, ko'rlasizmi? Mana hali mayda. O'sha chukuri ham chiqyapti. O'zi pastroq joydamiz. Hozir sizlarga juda chiroyli joylar ko'rsataman. Chukuri juda ko'p ekan. E'tibor beringlar, mana chukuri. Chukuri. Bu yerda ham chukuri bor. Juda ko'p ekan. Hozir men sizlarga tomonlarni ko'rsataman. Endi qiziq bo'lsa kerak deyapman. Shuncha video olib qo'yaman. Tomonlarda ham joy bor. Juda aholisi ham yaxshi ekan. Mehmon do'st. Bemalol kelib, shunday joy dam olib ketishingiz mumkin. Arqa tomondan ko'rishingiz mumkin. Dahshat. Juda chiroyli. Bu videoni qilishimdan maqsad kelajakda kimdir mana shunday Panjobga kelib dam olamiz desalaringiz, Sheroboddan o'tgandan keyin masjid bor, o'sha masjiddan burilib olasiz. Masjiddan burilganingizda ichkariga kamida bir 20 kilometr yurasiz, mana shu joyga kelasiz. 20 kilometr faqat promo yurasiz. Ikkita yo'l chiqadi, bittasi chapga, bittasi o'ngga chiqadi. Ketavergansiz, asfaltlar bo'lgan. 2-3 ta ko'prikdan o'tadi, temir ko'priklardan. Asfaltlar bo'lgan, juda chiroyli joy. O'sha 20 kilometr yurganingizdan keyin mana shu joyga yetib kelasiz, mana shu atmosferaga yetib kelasiz. Bu yerda esa ko'chaning ustida dachalar bor deb nomerlari bilan yozib qo'ygan. Men endi sizlarga qisqacha video bo'lsin deb video qiladim. Mana bu olaparimiz ham yetib ketdi-ku. Xullas bu bizga tegmaydi degan umiddamiz. Xullas ko'rishingiz mumkin. Atmosferaga e'tibor bering. Juda chiroyli joy. Xudo xolasa sizlar ham mana shu yerga kelganlaringizda mana shunday joyga kelmoqchi bo'lsalaringiz, men sizlar uchun video qilib qo'yaman. Videodan ko'rib, mana shu joy qayerda deb so'rashlaringiz ham mumkin. Kimdir mana shunday qishloqqa keladigan bo'lsa, shu qishloqqa kelganda so'rashlaringiz mumkin. Mana bizda mashinalar, mana tizam turibdi. Shuni kelganman. O'zimizda yigitlar bilan ko'chada ham oshnangiz bo'ladi-ku. O'sha o'tgan safar sinfdoshlar bilan keldik, bugun esa o'zimizning ko'chani bolalar bilan hozir biz bu arqa tomonni ko'rib turgan joyingizda plashatkada biz shu yerga futbol o'ynaymiz. Mana bu tomonlarda ham joy bor, dam oladigan. Ko'chaning ustida kelishingizda dachalar bor. Xullas, odamlar shu yerga kelib dachalar dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Bu tomonlarda ham joylar bor. Xo'p, bu yerda ko'rsatishimiz sababi, bu yerda soy ham bor. Ko'pchilik Tangardakda sharsharasi bor. O'sha sharshara uchun boradi ko'pchilik shu yerga rasm tushishi. Lekin bu yerda o'zini soyi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Soy bor, bemalol suv oqadi. Suvini ichib ko'rdik, juda shirin. Tabiiy deydi-ku, shirin. Bu tomonda ham joylari bor. Bemalol kelib, oilaviy dam olib ketsangiz bo'ladi.
Xullas bu yerga kelib ham boya aytganimdek dachalar bor bu yerda ham. Boya nomerlarni qo'yib qo'yibdi. Kelishda nomerlarni olib, mana shunday joyga hozir ayni moment kelsalaringiz juda salqin, mana ko'rib turibsiz, bitta maykada yuribman. Salqin. Bunday sovuq ham emas. Soya joy. Oilaviy kelsalaringiz bo'ladi-da. Maza qilib dam olib ketasizlar. Ko'kalamzor. Juda yaxshi. Faqat bitta narsa bu yerga kelgandan keyin o'sha mahsulot iste'mol qilganingizdan keyin shu chiqindilaringiz, musor idishlaringiz hammasini tozalab ketishingiz kerak. Biz hozir o'tirgan joyimiz mana bu katta xarsang toshda arqa tomondamiz. Yigitlar bilan o'tiribmiz shu yerda. Bu yerga kelishimizni asosiy sababchisi Ulug'bek do'stimiz bo'ladi. Ulug'bek do'stimizni bugun tug'ilgan kuni. Hozir o'zida intervyu olishga harakat qilamiz. Bu yerda Ulug'bek mendanda yaxshiroq tushuntirib bera oladi sizlarga. Hozir juda chiroyli joyda o'tiribmiz. Hozir yigitlar shu yerda hammasi o'zimizga yaqin do'stlar. Bo'lmasa, bu yerda joydan o'tib olamiz. Mana eshik ham bor. Qo'yib qo'yibdi. Sekin o'tib olasiz. Mana shu yerda hamma yigitlar mana oxin o'tin teryapti. Mana Ulug'bek sababchisi. Yigitlar hammasi o'tirib shu yerda. Ulug'bek. Shu do'st tug'ilgan kuni. Tomonda deyapti-da, Ulug'. Ovqat bo'lyapti. Chetki. Oq qog'ozga tutdim-da. Ulug'. Bobongga ko'rsat, bobong bilan. Ulug' tabrlab qo'ying, Shon aka. Qani tabrik? Syomka. Bir narsada? Bir narsa. Uyda kamera qaragan. Ilohi amin. Mana shu ko'klar. Ulug' buni kim topdi bu yerda? Gapirdi, she'rlarda ham o'qidi. Nima bir narsa. Mana tomonni ko'rsatayin. Dahshat. Tamam. Ichkarida, shu menimcha yomg'irda dam oladigan joy meni. Cho'ponlar. Dahshat bo'lgan mana bu tomonlar.